prezident bo'lmoqchi bu odam? O'zbekistonda yashayotgan odamlarda, fuqarolarda har biri agar demokratik qonunlar bilan qaraydigan bo'lsa, prezidentlik huquqiga ega bo'lsa kerak deb o'ylayman. Demokratik qonunlar bilan. Shu. Ovoz beramidingiz? Yo'q, men ovoz bermayman. Nafaqat u kishiga ovoz bermayman men. Kim islomdan tashqari hukm yuritmayman deydigan odam bo'lsa, hech kimga ovoz bermayman. Qachonki kim islom bilan hukm yuritaman deydigan inson bo'lsa, ana shu odamga ovoz beramiz. Lekin undan tashqari kim bo'lishidan qat'iy nazar, islom bilan hukm yuritmaydigan bo'lsa, ovoz bermaymiz. Rahmat.